29 yanvarda Almutada Qozog'iston Uyg'urlarining Cumhuriyetlik Etno Medeniyet Merkezi tarkibidagi yigit boshlari kengashining uyushtirishi bilan yigit boshlarining Cumhuriyetlik mashrab qurilgan. Uningga Almuta shahri va Almuta viloyatining Panfilov, Uyg'ur, Emgakchi Qozoq, Jambul, Ili, Talg'ir nahiyalarining bosh yigit boshlari shundaqla mazkur mashrab o'zining tunji o'ltirishining tonilgan Uyg'urshunos olim va jamiyat arbobi Savut Mollavutov tug'ilganligining 90 yillik xotirasiga beg'ishlab jamiyatlik birlashmalarining vakillari, ziyolilar va yoshlar qatnashgan. Mashrabning asosiy maqsadi mashrabdan iborat bu Uyg'ur milliy an'anamizni targ'ib qilish, yoshlarimizni millatparvarlikka, vatanparvarlikka, odamgarchilikka chaqirish, milliy qadriyatlarimizni saqlash va atoliq shaxslarimizni xalqqa tunishtirishdan iborat bo'lgan. Ma'lumotlarga qaraganda Uyg'urlarning mashrab an'anasi Qozog'istonda o'tgan asrning 90-yillardan boshlab bo'libmi Sharq Turkistonda Xitoy tomonidan cheklangandan buyon tez rivojlanishga boshlagan. Hozir nahiyalik, shaharlik, cumhuriyetlik mashrablar mavjud bo'lib, ularning barligi yerlik hukumat organlari bilan kelishgan holda faoliyat olib bormoqda ekan. Atalmış Şinjan Uyghur Avtonom rayonluq hukumat yaqinda ochgan bir xizmat yig'inida Uyg'ur majburiy emgakka chetishlik bo'lgan sohalarni o'z ichiga olgan 8 cho'ng kasbiy ishlab chiqarish to'pini taraqqiy qildirganligini bildirgan. Tangirtaq torining xabari qaraganda bu yil Sharq Turkistonda neft, tabiiy gaz boyligini charlash va ichish, olifen, arin kasb zanjirini yetildirish, yuqori darajalik poliolifen, qurilish plastik materiali, yuqori iqtidorli tala qatorliq mahsulotlarni zo'r kuch bilan taraqqiy qildirish, neft, tabiiy gaz ishlab chiqarish, pishiqlash turlarini zo'raytish, ko'mir elektr, ko'mir ximiya sanoati kasbi, paxta va to'qimachilik, kiyim-kechak kasblar to'pi, oshliq, meva-cheva ishlab chiqarish qatorliq 8 cho'ng kasbiy ishlab chiqarish to'pini zo'r kuch bilan kengaytirdi ekan. Xitoyda umumyuzlik yo'li qo'yilgan intayin qattiq Xitoy virus yuqum tadbirlar tufaylidan Xitoyda iqtisod chekingandan keyin atalmış Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonluq doiralar arqa-arqadan yig'in ichib Sharq Turkistonda Xitoyni ta'minlaydigan energiya, oshliq, meva-cheva bazasi, qo'y-kala boqmachilik bazasi qilish deganlarni kuchab ta'kidlamoqda ekan. Yuqorida tilga ilingan cho'ng kasbiy ishlab chiqarish to'pining mutlaq ko'p qismining Uyg'ur majburiy emgakka chetishlik bo'lgan paxta va paxta buyumlari, to'qimchilik, Amerikaga kirish cheklangan kun taxti yasashda qo'llaniladigan metallar bilan munosabatlik bo'lishi diqqat qo'zg'agan. Bundan sirt, ya'ni Sharq Turkistondagi ko'mir sanoatining rivojlantirilishi mo Sharq Turkistonning muhit bulg'anishini texim ilgari surdiganligi mo'ljallanmoqda ekan. Yaqinqi yillardan buyon Amerika hukumati Xitoy korxonalarining yuqori texnikalik o'zak va yerim o'tkazgich texnikasiga erishishini cheklash uchun bir qator tadbirlarni qo'llangan bo'lib, navbatda Amerika, Yaponiya va Gollandiya birlashib Xitoyga o'zak texnikasini cheklash kelishim tuzgan. New York vaqt gazetining xabar qilishicha, Yaponiya va Gollandiya dunyodagi eng ilg'or yerim o'tkazgich uskunalarini ishlab chiqarish iqtidoriga ega bo'lib, aloqador kishilarning oshkorlashicha, ikki davlat 27-yanvar kuni Amerika bilan Xitoyga bir qism o'tkir uskunlarni eksport qilishni cheklashga qo'shilgan ekan. Ma'lum bo'lishicha, ikki davlat amaldorlari juma kuni Washingtonda Amerikaning davlat bexatarlik amaldorlari bilan yuqori darajali suhbat o'tkazgandan keyin kelishim hosil qilgan. Bu kelishim amaliyotda Amerika Biden hukumatining o'tgan yili 10-oyda chiqargan eksportni boshqarish belgilamasini bu ikki ittifoqdosh davlatga kengaytirish bo'lib, Yaponiyaning Nikon va Tokyo elektron cheklik shirkati bilan Gollandiyaning Amil Holding shirkati bu kelishim doirasiga aktiv kirgan. Xabarda aytilishicha, bu masalaning sezgurligi sababli hech qaysi taraf oshkor bayonot e'lon qilmagan. Tafsilotlarmi oshkorlanmagan. Uchrashishga Oqsaroy davlat bexatarlik maslahatchisi Jack Sullivan riyosatchilik qilgan. Mazkur kelishim Xitoy korxonalarining yuqori shirkatlardan o'zak yasashda ishlatiladigan ilg'or texnikalik uskunlarga erishishini cheklashni asosiy maqsad qilgan ekan. Uyg'urlarda o'ziga xos milliy aloyidalikka ega har xil tantarbiya turlari bor bo'lib, buning ichida futbol alohida o'rinda turdi. Ba'zi tarixiy ma'lumotlarda O'rta Osiyodagi Turkiy qavmlarining qo'zini tulumchilab so'yib, ichiga yel to'ldirib ishlangan to'pni tepish usuli bilan qarma-qarshi qal'alarning ichiga kirgizadigan tepuk tepish nomli bir o'yini borligi. Türk qomusi 29-tom, 384-bet, ya'ni Türk milliy madaniyati degan kitobning 276-betida futbol, chavgan o'yinlari Hun davridan buyon Turkiy qavmlar orasida o'ynalgan deganlar xotirlangan. Tarixiy paketlardan qaraganda futbol yoki top Turkiy qavmlar tarafidan ijod qilingan bo'lib, u chaqlardagi top hozirgi zamondagi topga o'xshashmasdan Turkiy tillar divonida ko'rsatilgandek tulum so'yilgan qo'zi terisiga yalqachilab tepish, yip top tepish, yumshoq narsalardan yasalgan topni tepish shaklida bo'lgan. Uyg'urlar orasida futbol o'ynash uzoq tarixdan buyon odatga aylangan. Uyg'ur bolalari o'rma vaqtida bug'doy engizi, kuzda qo'noq engizi va xamallarda eshak minib o'g'loq, ya'ni tulum so'yilgan qo'zi terisiga saman tiqib yoki
yel berib, chevgan, volley o'ynashdan tashqari yepdan yasalgan yoki ikki koni tumoq ichiga yung yoki paxta tiqib, to'p qilib, chapandan qapqon yasab futbol o'ynagan. 19 asrning 70-yillari mashhur savdogar, ma'rifatchi zot Baudin Musabayo Sharq Turkistondagi diniy maktablarda fanniy dars qo'shib o'qishni yo'l qo'ydi. 1883-yili Atish Iqsoqda dastlab 3 sinflik maxsus fanniy maktab, 1885-yilga kelganda zamonaviy 8 sinflik fanniy maktab silib, 6 mo yerda tantarbiya maydoni yasagan bo'lib, o'quvchilar bu maydonda yugurish, sakrash, menish turish qatorliq oddiy tantarbiya mashg'ulotlarini elib berishdan sirt, chambash, futbol, arqon va kaltak tortishmoq, asir ilish, toshkeldi, toshkent qatorliq tantarbiya faoliyatlari bilan mashg'ul bo'lgan. 1902-yili Baudunbay o'z xarajati bilan Rossiya, Turkiyaga o'quvchi chiqarib, o'qish bitirib qaytgandan keyin boshqa tantarbiya turlari qatorida futbolni zamonaviylashtirgan. Natijada Uyg'ur tunji zamonaviy futbol komandasi qurgan. Uzoq o'tmay futbol butun Sharq Turkistonga tarqalgan. 1927-yili iyul oyida Atish Iqsoqda qurilgan Uyg'ur futbolchilar komandasi Angliyaning Qashqarda turishli konsulining futbol komandasi bilan musobaqa qilishib, ularni 1 ga qarshi 2 natija bilan Shveysariyaning ishdan sirtqi futbol komandasini 0 ga qarshi 7 natija bilan yengib olgan. Ayni vaqtda Iqsoqda qurilgan futbol komandasining a'zolari garchi yeshi 70 dan oshgan bo'lsa-mo, yangi zamon futbol maydonidan o'rin olgan. 1951-yili yashangan dehqonlardan tarkib topgan bu Uyg'ur futbol komandasi G'arbiy Shimol rayoni bo'yicha chempion bo'lgan. Bu ahvollar bizga futbolning Uyg'urlarning an'anaviy milliy tantarbiya turlaridan biri ekanligini, uning xalqimiz orasida xili burunli keng umumlashganligini ko'rsatadi.